Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Hurmatli Qudratuz kanalining obunachilari, chorvador, boqma buqa ishqibozlari. Bugun videolarimiz Namangan viloyati Uyuch tumani Yorqo'rg'on chorva bozoridamiz. Boqma buqalar qatoridan inshaalloh video syomkamizni boshladi. Bugungi islamiz 2025-yil 18-iyun hafta kuniga chorshanba. Har chorshanba bozorimiz bo'lib o'tadi. Bu joy to'liq lokatsiyasi Qudratuz 1 Telegram kanalida bo'ldi. Kirib bemalol obuna bo'lib, bu joyda ham gruppasi bor. Oldi sot qilishingiz mumkin. Qushlar to'g'risida, hayvonlar to'g'risida. Xo'p, sizlar uchun chiqaradigan videolarimizni boshladik. Like, obuna, kommentariy esdan chiqmasa. Aka bilan narxlar qanchadan bo'ldi? Kimniki ekan bular? Assalomu alaykum. Qalla. Narxlar qanchadan bo'ldi bularni? Xurmoni. Aka bularni 24 milliondan kemi bor. Bozor berganicha quyuq suvi bitta ketdimi yo so'rashdimi yo? Ha. Qanchadan qilishdi? 21,5 dan qilishdi. Bermadingiz. O oldi tarafdagilar kattalar bor ekan-da, semizlari. Mana shunda. Hozir ishtasi shonda 22 dan bo'lsa beraman. 22 dan bo'lsa berib yuborasiz. 5, ha, 20 dan oshiq. 20 dan oshiq, 22 milliondan bo'lsa beriladi. Xo'p, quyuq suyugiga to'g'rasiga nechiklar aylanadi? 350 kilodan aylanib qoladi. 340 yuqorisida 350 kiloga aylanib qolaman. Mana ham misol uchun ko'toq asosan gaddali zo'r. Misol Qirg'iziston parodi bilan hammasi mana misol mallarning o'zi gaddan. Bo'yinlar qaram, bo'yinlar o'zi chiqib qolgan mana. Kachoq boshqa. Xo'p, 20 ta oshiq deyilyapti. Oxiri qaysi mani qizilmi? Ha, mana umi. Managacha ekan oxirisi. Xo'p, bu eng kichigi shular birinchida. Mash bir dona semental xolos. Semental bir dona bu. Xo'p, kichigi mana shu 1.15 plyus, 1.20 qiynalib chiqadi. Malla o'tijan 1.20 dan chiqadi, eng kichigi shu. Xo'p, 22 milliondan bo'lsa beramiz deyilyapti. Quyug'i suyug'iga 340 kilo bilan 350 kiloning orasida aylanib qoladi deyishyapti. Telefon nomeri ayting. 93 lar. 979 0202. 202. Adres qayerda? Ha, shu yerda. Ha, Yorqo'rg'on o'zida adresi. Xo'p. Bular qachon keldi bular? Yo'ldiroq kelganmidi? Yo'q, bular 2 kun bo'ldi. Ha, abez orqali. Cheres abez keladi. Endi boshqa iloji yo'q, bo'lmasa o'zini o'zi ta'minlamaydi O'zbekiston. Xo'p. Keyingilardan ko'ramiz. Va'dalar. Bozorlarni bersin. Bular nech puldan bo'ldi? Bular o'zi mana ikkita Qaysi mana ikkovimi? 22 million. 22 million 250 da. 22 million 250 ming so'mdan mana shu ikkovi sotilgan variantlari 1.25 ga plyus keladi. 1.25 ga plyus keladi, 1.30 qiynalib chiqib qoladi, lekin xo'p, 350 ga qiynaladi bular. qanchaga? 350 ga kiloga. Yo'q, 350 ga qiynaladi. 350 ga qiynaladi. Mana seni qiynaladi-da. 120 kilo. 300 yuqorisi 350 ga yetmagan orasidagilar. Xudo xolasa. Eng kam degan joy 320 kilo. Ha, eng kam 320 kilo. Xo'p, bular qanchadan bo'ldi? Uni 23 millionga olishdi bitta aka. O'limda. Savdoga. Ha, qo'shgan molga. Molga qo'shgan 23 millionga bo'linibdi. Buni bilmadingiz. Xo'p, naringga qancha berish? Semental ishqilgan bu? Uni ham 23 million so'rashyapti. 23 million bermayapsiz. Bo'lar 1.25 ga plyus keladi. 7 ta beradi, mana shu 2 ta qoldi, sotilib ketdi. Ya, siz ham tugabdi-da pashta. Tugabdi, Xudo xolasa. Endi keyingilardan ko'ramiz. Bu tarafdagilar. Bular nech puldan bo'libdi savdolari? To'tta qopda Qirg'iziston paroda. Savdolar. Sizdanmi? Nech pul bo'ldi sizdanmi? Qanchaga? 41.600 da. Ikkovinimi? 41 million 600 million ikkovini olishibdi. Xo'p, shunda 20 million 800 milliondan bo'ladimi? 20 million 800 ming so'mdan olishibdi ikkovini. Bo'ylar 1.25 qiynalib kelib qoladi. Xo'p, 300 kilo. Quyuq suyug'iga 300 kilo Qirg'iziston parodi shvet lekin. Endi keyingilarini ko'raylikchi bag'da. Xo'p, Qirg'iziston parodi bilan hammasi. Xo'p, bo'ylari 1.25 ga plyus, 1.30 ga qiynalib chiqadigan variantlardan. Hop, bularni egalaridan bitta ma'lumotlarni olamiz. 300 kilo ag'bag'da aylanib qoladi. 280 ga qiynalib 300 kilo ag'bag'da aylanib qoladi. Savdosi nech puldan bo'ldi? 22 milliondan kam bor, to'ttini. 22 milliondan kami bor aytilyapti. Bozor berganicha qaysi biri qanchadan bo'ldi? Mana ikkovinimi? 42 million so'm mana jupiga. Endi eng yirigi mana shu ikkovida. Asosan bularcha to'g'ri turgan. Mana shu ikkoviga 42 million so'm savdosi bo'lib berilmoqda ekan. Buni keyingilardan ko'ramiz. Bag'da yana to'tta. Bitta bilamiz bularni ham. Qanchadan bo'libdi bular savdolari?
egasi yo'q. Ha, egasi yo'qmi? Egasi kelsa bo'lar ekan. Keyingilardan ko'ramiz. Bag'dagi Qirg'iziston paroda bo'lyapti. Hammasi. Qudratus. Bularni bitta bilamiz inshaalloh. Bular savdolar qanchadan bo'ldi aka, o'rmoni? Quyuq suyug'iga qancha so'rashdi? Quyuqga 22 milliondan ketdi. 22 milliondan bermadingiz. 22 milliondan quyuq suyug'iga berilmadi. Xo'p, bularni bo'ylari 1.25 ga plyus. Eng kichigi mana bu ekan-a. 1.20 chiqib qoladi, doq qoladi, qiynalib. 22,5 Mana 24 million, buni 22,5 million. Eng kichigini qancha qildi şu anda mana bu? Mana shu ham 21,5 bo'ldi savdosi. 21,5 million. Eng kichiginiki ham 21,5 million. Quyug'i suyug'iga şu anda 22 milliondan berilmagan ekan. Hop, Nanga mo'ljalla suyib quyuqga. nomer qo'yib ketamizmi, bormi yana? Mana shu yerda mana sotamiz har hafta. Har hafta shu joyingizni aytib ketamiz. Faqat Qirg'iziston paroda. Faqat Qirg'iziston paroda. Xo'p, chegarada nima gap? Chiqay deydimi, ochilay deydimi? Bir hafta qilib mana 4 odam biri sotilyapti. Ha, sekin-sekin kirib turibdi, bilinmagan. Ha, bitta ikkita orqa-orqa kirib turibdi. Akamiz joylari mana Sigir bozor, mana o'tda Sigir bozorda o'tganda ikkinchi orada ekan. Kelaverasizlar, xudo xolos. Mana endi ana Qirg'iziston paroda bo'lyapti. Qirg'iziston parodalar deydi, asosan. Lekin chegara biqiq bo'lgan holatda ham o'zimiz kirib turibdi ekan. Biz bitta bilan narxlar bilan savdosi qanchadan bo'libdi bilana? Biz bitta bilaylikchi bilan. Savdolar qanchadan bo'ldi bilana? 20 Qirg'iziston paroda. Hammasimi quyuq suyug'iga? Yo mana ikkovi. Ha, 21 million so'm. Yakka. Valla 18 danga. 28 danga zo'r bo'libdi mana mashlar. Bo'ylari 1.20 chiqmaydi, 1.15 chiqadi. Xo'p, 1.15 18 milliondan. Mana 21 million so'm bo'libdi. Qolganlar 21 milliondan xo'p 300 kiloga qiynalib chiqib qoladi bular. 300 ga qiynalib. Keyingilarni rossiyskilardan ko'raylikchi, mana da rossiyskiy parodalar. Xo'p. Rossiyskilar bilan. Savdosi qanchadan bo'libdi bular aka? Sizlardan? 17 dan kam bor deyapti. 17 dan? 17. Barglar boshlanadi. Ha, 17 milliondan mana ikkovini kam bor aytilyapti ekan. Biri 10 ga plyus chiqadi. Qanchadan berdinglar? Alp berganmiz. Hal bermadinglar. Yani berishmabdi ekan, 17,5 beradi ekan mana unda. 16,5 bo'lyapti ekan. Xolos. Ha, shunisini o'zi 16,5, bir 15 bo'lar chiqadi. 16,5 million so'm savdosi bo'libdi o'zi shuni. Endi mana keyingilarini egalar kim sizlardanmi bu? Akadanmi? Bular rossiyskiy paroda, xudo xolasa Rossiyadan kelgan. Savdosi bo'lyapti kilosi. Qancha bo'lyapti bularning savdolari? Lekin rosa dala bu haqiqiy. Mana da rossiyskilar bor. Rossiyskiy bitta ko'raylikmi? Mana toza rossiyskilar. Bo'ylar bularniki 125 ga plyusdan keladi rossiyskilar. Hozir bitta egalardan ma'lumotni bilamiz, xudo xolasa bilan ham. Malla monjali sotilibdi, sotilga varan chiqilmadi. Haqiqiy toza qoldi, xudo xolasa. Hech bilan bilan savdolar. 30 milliondan. Bozor berganicha malla qanchadan ketdi? 430 dan bo'ldi. Mana 430 milliondan ketdimi? Qayerga ketdi bular? Shu mollar bilan. Ha, o'ziga, xudo xolasa. 30 million so'mdan ketgan variantlari, xo'p, bular 1.25, 1.20 keladi bo'ylari. Xo'p, bular qorasi 400 ga yaqinlashib qolgan variantlardan. 400 kilo, xudo xolasa. Hop, endi keyingilarini ko'raylikchi, mana dagi Qirg'iziston paroda bo'lyapti. Mana rossiyskilar bilanlikcha buni egalar qildi. Va qanchadan bo'ldi bular? Egalarni o'zi bilamiz. Lekin mollarning iti ham zo'rda. Rosa yeydigan, xudo xolasa. Egalari bilmayman, o'zlari bilan o'zlari mashhurlar. Endi keyingilarga o'taylikchi. Kep qolsalar, bitta gapirib qo'yamiz. Lekin 30 million berishibdi o'sha zo'rlarni 30 million berishga bular. Misol mana shu ham shu zo'r ichida faqat shoqi bor. Hozir 30 million degan mana to'qol variantida. 25 yuqorisida bo'lganlar. Endi keyingilardan ko'raylikchi. O'sha yerda Vallahi ham o'sha rossiyskiy paroda katta bo'ladi.
yirik bo'ladi. Biz bitta bilamiz bilan ham xudo xolasa egalardan. O nari tarafdagilar Qirg'iziston parodi mo'ljal sotilgan shekilli. O nari taraf. O bitta bilan olib endi bilani qanchadan ketganini. Mana bu taraf sotilganlar mo'ljallar bilan. Sotilganlar bilan. Qanchadan ketdi bular bilmadinglarmi? Qo'rmoni. Qancha ketdi bu? 28 million, 1.30 bo'ladi. 28 million ketibdi ekan. Hoca aka bular qanchadan ketdi? Nari tarafdagilar rossiyskilar. Yo'q, uni bilmaydi, men sotilmaydi kilolar. Sotilmadi. Bu qanchaga ketdi? Endi Endi xudo xolasa. Endi deyilyapti, lekin sotilmabdi narigilar. Xo'p, hurmatli obunachilar. Endi mana shu chekkadagilarni ko'rayapti, Qirg'iziston parodani. 20 metrdagi ikkinchi ko'cha pastda. Qirg'iziston paroda bular. Voy, nimalar nechi puldan bo'ldi? Qanchadan bo'libdi bular aka? Aka sotiladi, 35 milliondan kami bor. 35 milliondan kam bor aytilyapti bular. Qirg'iziston paroda 1.30 dan kelaveradi bo'ylar. O narigilar yuqori ham 1.30 ga. 1.35 dan. Qanchadan berdi bozorimiz? Taroziga yo o'zicha oyog'icha qildimi? 57 ming, 58 ming taroz so'rayapti. 57-58 ming orasida savdo Oyog'icha buni so'rayapti. ikkitasini 24 dan, 3tasini 30 dan qilyapti farqi. 24 milliondan ikkovi. Lekin 400 kilo yuqorisida mashlar. Malla 30 milliondan oyog'icha. Semiz malda. Endi semiz bo'ladi, semiz emas, uni nisbatan tarozga bular 500 ga yaqinlashib qoladi-da, xudo xolasa. 450 yuqorisida bo'lganlar. Bularga qanchadan berishdi? Bular sizdan emas. Xo'p, bular hammasi Qirg'iziston paroda. Bularni egalarini bitta bilsak-a, bitta chiqazamiz. Qanchadan ketdi bular? Qaysidan? Bular 55 million bo'ldi. 53 mingdan to'g'risi. 55 ming. Ha, 55 million oyog'i. Ha, oyog'icha jupiga 55 million. Ha. 55 million, 27,5 milliondan bo'ladimi o'shanda? 55 million ekov kesibdi, bu 25 ga plus bo'yladi. Xo'p, to'g'risiga necha kilo chiqadi? 450 kilo chiqadimi yo chiqmaydi? Ko'rmagan. Ko'rinadi. Xo'p, mallar qanchadan deyilyapti? 23,5 kam bor. Ha? 23,5 23,5 milliondan kam bor aytilyapti. 120 ga plus bo'yladi, xudo xolasa. Kelishtirib beramiz ham deyilyapti 23,5 ga. So'raganicha bozor? 21 million 200 ming so'mga ko'ryapti. 21 million 200 mingdan berilmayapti. Nomeringizni qo'yib ketaylikmi? Nomeringizni yo shart emasmi? 94lik nomerlari. 501 30 85 aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa. Qudratuz. Xo'p, hurmatli obunachilar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videoni xato kamchiliklar uzr. Shu joydan semiz buqalarimiz chiqqan videosi. Bemalol ko'rishingiz mumkin.